Assalomu alaykum aziz kitobxonlar. Bugun men sizlarga Chinor romani haqida qisqacha ma'lumot berib o'tmoqchiman. Chinor romani o'zbek xalq yozuvchisi Asqat Muxtor tomonidan 1969-yilda yozilgan va Yangi asr avlodi nashriyotida nashr etilgan. Roman realistik uslubda yozilgan bo'lib, u insonlar boshiga tushgan fojialar haqida real tarzda hikoya qiladi. Asqat Muxtor bu romanni yozishdan hikoyani faqat yaxshilik bilan tugatishga urinmagan, balki hayotning real qiyinchiliklarini va u insonni qay ahvolga solib qo'yish mumkinligini ko'rsatib bergan. Romanda 20-asrning 60-yillarigacha bo'lgan voqealar tasvirlangan. Romanda bosh qahramon Akbarali G'oziyev mehnatkash, kamgap, novcha yigit bir kuni urushda halok bo'lgan otasining do'sti Bektemir bilan tanishib qoladi. Bektemir unga boshidan o'tgan qiyinchiliklarni so'zlab beradi va undan yordam so'rab kelganini aytadi. Akbarali uni o'zi ishlaydigan konga olib boradi. Ular yo'lda miriqib gaplashib, konni o'rganib chiqishadi. Ammo o'sha paytda mudhish bir fojia yuz beradi. Konning qulashi oqibatida Bektemir halok bo'ladi. Akbarali esa qochib qolishga ulguradi. Ammo Akbarali bir zum o'zini yo'qotib qo'yib, noto'g'ri qaror qabul qilgani uchun Bektemirning o'limida o'zini aybdor hisoblaydi. Akbarali uzoq yillar davomida vijdon azobida qiynaladi va turli ayanchli holatlarni boshidan o'tkazadi. Bir lahzalik, bor yo'g'i bir lahzalik vaqtni deb u azoblanadi. Romanning Chinor deb atalishi ham romanda bir mudhish vaziyatni deb boshqa azob-uqubatlar chinor daraxt shoxlari kabi kurtak otib ketganligidadir. Bu fojialar shajarasi azim bir chinor daraxtini hosil qiladi. Taniqli yozuvchining bu romanidan biz hayotda o'z rizqini topish uchun faqatgina halol mehnat va to'g'ri hayot kechirishning o'zi ham yetmasligi mumkinligini anglashimiz mumkin. Biz yana hayotning turli xil egri sinov va qiyinchiliklariga bardosh berishimiz kerak bo'ladi. Men bu romanni barcha 12 yoshdan katta kitobxonlarga tavsiya qilgan bo'lardim. Chunki bu roman hayotda to'g'ri xulosa chiqarish va vaqtning qadriga yetishga undaydi. Taniqli shoir G'afur G'ulom aytganidek, ba'zida bir lahzalik muddat ming bir yulduzning so'nishiga yetadi. Aziz kitobxonlar, sizlarga ham Chinor romaniga qiziqish uyg'ongan bo'lsa, biz sizlarni Nishon tuman axborot kutubxona markazida kutib qolamiz.